Internet va ijtimoiy tarmoqlar ma'lumot topish uchun ajoyib joylardir. Ammo xuddi viruslar kabi yolg'on yoki chalg'ituvchi ma'lumotlar ham tarqalishi va zarar yetkazishi mumkin. Bunday ma'lumotlar zararsiz narsadan qo'rqishga olib kelishi yoki hatto qabul qilgan qarorlaringizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Immun patrulning o'yinchisi sifatida siz ushbu turdagi ma'lumotlarni sizga ta'sir qilmasligi uchun tanib olishni o'rganishingiz mumkin. Shuningdek, siz noto'g'ri ma'lumotlarni tarqalishini kamaytirishingiz mumkin. Turli manbalarda yangi ma'lumotlarga duch kelganingizda, unga ishonishdan oldin tanqidiy va ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Faqat bitta manbaga, sarlavhaga yoki qisqa o'qishga ishonmang. Quyida bir necha foydali qadamlar keltirilgan. Birinchi qadam: matn. Ma'lumotni diqqat bilan o'qing. Bu sizga mantiqiy tuyuldimi? Tushunganingizga ishonch hosil qilish uchun asosiy ma'lumotlarni o'z so'zlaringiz bilan aytib berishga harakat qiling. Ikkinchi qadam: maqsad. Yaratuvchi, muallif yoki jo'natuvchi kimligini ko'ring. Nima uchun u yaratilgan, yozilgan, baham ko'rilgan yoki nashr etilgan? Bu taqdim etilgan ma'lumotlarga ta'sir qilishi mumkinmi? Uchinchi qadam: kontekst. Bu qanday manba? Va bu turdagi manbalar odatda ushbu mavzu bo'yicha ishonchli ma'lumot bilan mashhurmi? Ushbu 3 qadam ozgina kuch talab qiladi, ammo eng yaxshi qarorlarni qabul qilishga va chalg'ituvchi ma'lumotlarning tarqalishini kamaytirishga yordam beradi. O'rganganlaringizni atrofingizdagi odamlar bilan baham ko'rishni va muhokama qilishni unutmang.